2025-yilda o'zbekistonliklar vizasiz qaysi davlatlarga sayohat qilishi mumkin? Videoni oxirigacha ko'ring, aviachiptalar narxlarini ham aytib o'taman. Ayni vaqtda dunyoga o'z eshiklarini ochayotgan Xitoyga hamyurtlarimiz vizasiz sayohat qilishlari mumkin. Bir tomonga chipta narxlari $165 boshlanadi. Aytgancha, Xitoyni Hanyang degan zo'r kurort oroli ham bor. Barchamiz sevib sayohat qiladigan Turkiyaga uchish narxlari $143 boshlansa, Birlashgan Arab Amirliklariga atigi $86 yetib olish mumkin bo'lib turibdi. Hind okeani sohillariga borib dam olish ham endi viza talab qilmaydi. Ummon sultonligiga parvozlar narxi $206 dan boshlansa, vizasiz Qatarga borish ham deyarli shuncha. Malayziyaga $226 ga, Tailand $188 ga, o'sha mashhur Sharm el-Shayxga uchish narxlari $179 dan boshlanadi. Siz ushbu davlatlardan qaysi biriga sayohat qilgan bo'lardingiz? Hoziroq izohlarda yozib qoldiring va bu videoni birga sayohat qilishni istagan do'stingizga yuborib qo'ying.